So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Suriyaning Halab yaqinida keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlangan. فيا والشيخ مقصود في حلب والأخبار. Aytilishicha, Suriya hukumati qo'shinlari va AQSh nazoratidagi Suriya demokratik kuchlari bo'linmalari o'rtasida janglar avj olmoqda. Vaziyatni yanada jiddiylashtirgan jihat Turkiyaning ham harbiy amaliyotlarga qo'shilgani bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya Suriya shimolida, xususan Halab yaqinidagi kurd qurolli tuzilmalariga zarbalar bera boshlagan. Anqara bu harakatlarni milliy xavfsizlik va chegaralarini himoyasi bilan izohlamoqda. Turkiya rasmiylari Suriya demokratik kuchlarini terrorchi guruhlar bilan bog'liq deb hisoblaydi va uni o'z hududi uchun tahdid sifatida ko'radi. Bu jarayonda Suriyadagi arab qabilalari yetakchilari ham faol pozitsiyani egalladi. Ular Suriya demokratik kuchlarini Halabda tinch aholiga hujum qilishda aybladi va Suriya davlatiga sodiqligini e'lon qildi. Biz davlatimiz bilan birga turib, bosqinchilikni to'xtatish va terrorchi Suriya demokratik kuchlari pozitsiyalarini tormor etishga to'liq tayyor ekanimizni e'lon qilamiz. Biz jonimizni va borlig'imizni fido qilishga tayyormiz. Suriya davlati butun Suriya hududi ustidan nazoratni tiklaguncha. Suriya demokratik kuchlariga javob eshitadiganlaringiz emas, ko'radiganlaringiz bo'ladi. Qabilalar Suriya demokratik kuchlariga qarshi qurolli safarbarlikka tayyor ekanini bildirgan. Bu esa mojaroni yanada kengaytirib yuborishi mumkin. Hozirgi vaziyatda Halab atrofida bir vaqtning o'zida Suriya hukumati, AQSh qo'llovidagi Suriya demokratik kuchlari, Turkiya armiyasi va mahalliy arab qabilalari manfaatlari to'qnash kelmoqda. Bu esa Suriyadagi urushning xalqaro tus olayotganini yana bir bor ko'rsatmoqda. Eng og'ir ahvol yana tinch aholiga to'g'ri kelmoqda. Halab va uni atrofida ayrim hududlar bombardimon qilinayotgani, aholi esa uylarini tark etayotgani, elektr va aloqa uzilishlari haqida xabarlar tarqalmoqda. Insonparvarlik vaziyati tobora yomonlashmoqda. Xulosa qilib aytganda, Halab atrofidagi urush yangi va xavfli bosqichga o'tdi. Turkiyaning ochiq harbiy aralashuvi, arab qabilalarining safarbarligi va AQSh omili bu mojaroni yanada chuqurlashtirmoqda. Agar vaziyat shu tarzda davom etsa, butun Shimoliy Suriya yana katta urush maydoniga aylanishi mumkin. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Shu orada Eron yirik harbiy o'quv mashqlar boshladi. Rasmiy Tehron bu mashqlar doirasida ballistik raketalar sinov tariqasida uchirilayotganini tasdiqladi. Eron rasmiylariga ko'ra, mazkur mashg'ulotlar mamlakatning mudofaa salohiyatini tekshirish, qurolli kuchlar tayyorgarligini oshirish va ehtimoliy tahdidlarga javob mexanizmlarini sinash uchun o'tkazilmoqda. Ammo siyosiy fonni hisobga olsak, bu oddiy mashg'ulot emas. Tahlilchilar fikricha, Eronning aynan ballistik raketalar bilan mashq o'tkazishi bu aniq signal. Signal kimga? Avvalo Isroilga, qisman esa AQShga bo'ladi. So'nggi haftalarda Isroil tomonidan Eronga nisbatan yadroviy obyektlarga zarba berish ehtimoli, oldindan zarba berish doktrinasi va ochiq tahdidlar yana kun tartibiga chiqmoqda. Tehron esa bunga javoban shuni ko'rsatmoqda. Biz tayyormiz. Zarba berilsa javob qattiq bo'ladi deydi. E'tiborli jihat shundaki, raketa mashqlari ayrim ekspertlar tomonidan avval bo'lib o'tgan 12 kunlik qarama-qarshilikka ishora sifatida talqin qilinmoqda. O'sha paytda Isroil kutilmagan va og'ir zarbalarni qabul qilgan. Mintaqadagi raketa va dron tahdidi real kuch ekanini ko'rgan edi. Bugungi mashqlar o'sha voqealar takrorlanishi mumkinligini eslatish sifatida baholanmoqda. Yana urush bo'ladimi? Isroil yoki AQSh Eronga hujum qiladimi? Eng asosiy savol shu. Hozircha to'liq urush ehtimoli past, ammo keskinlik juda yuqori. Nega degan savol tug'iladi. Chunki Isroil yakka o'zi Eronga keng ko'lamli urush ochishga jur'at eta olmaydi. AQSh esa Yaqin Sharqda yangi katta urushni hozircha istamaydi. Chunki Ukraina, Xitoy bilan raqobat, ichki siyosiy bosimlar Washingtonni ehtiyotkor bo'lishga majbur qilmoqda. Ammo shu bilan birga cheklangan zarbalar, maxfiy operatsiyalar yoki vositachi kuchlar orqali to'qnashuvlar ehtimoli saqlanib qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, Erondagi harbiy mashqlar bu urush boshlanishi emas, lekin urushga tayyorgarlik signali. Bu Isroilga ogohlantirish, AQShga bosim, mintaqaga esa jiddiy ogohlantirishdir. Hozircha tomonlar urushdan qochmoqda, ammo birgina xato yoki provokatsiya katta mojaroga olib kelishi mumkin. Albatta, siz ushbu harakatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbum TV kanaliga obuna bo'ling, videorolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.